Assalomu alaykum. Hurmatli tadbirkorlar. Bizda mana shunaqangi avarnisi bor. Balkonlarga bo'yi 1 metrli, har bittasi 20 santimetrdan mana. Mana shunaqangisi bor. Bu avarni balkonlarga juda gapiradi. Hozir bitta stilbalari ham bor, buni qo'ymadik. Kechib boradi. Shuni o'zimga bo'lsa ham qo'yib turaylik. Odamlar qanday ko'rganini. Mana. Buni hozir bu burilishlarni sim bilan qotiriladi. Nimagaki kalitlari faqat yonga tushadi. Bitta mana qo'shimchalar qo'shilgandan keyin o'sha kalit tushmay qoladi. Mana bu tomoni ingichka, tomoniga qalin tushib, mana kattalashaveradi. Buni yana qo'shilsa, yana bittadan qo'shib olsa, yana ko'proq buriladi. Hozircha shu. Mana panjaralar holati bunaqa bo'ladi. Buni hozir 90ligi bor, 95ligi bor, 1 metrligi bor. Mana shu 1 metrligi hozir katta domlarga mana shunday qo'yishyapti. Havani domlarga tekisi ham bo'ladi. Havani ham chiqaradi.